Nega? Yaxshimisizlar? Buni purka nima deb ataganda? Protoplazm. Hujayraning doimiy tarkibiy qismlaridan bittasi. Bu eukaryot hujayralarda ham bo'lardi, prokaryotlarda ham bo'lardi. Har qanday hujayrada bor. Endi sitoplazmaning asosiy vazifasi nima? O'zbek tilida aytadigan bo'lsam, sitoplazma bu bizning ichki to'qima organlarimizga o'xshaydi. Masalan, yuragimiz vazifasi nima? Yurak. Bu yurak emas, yurak. Qonni qon tomirlariga haydab beradi. Yoki 12 barmoqli ichak. Hazm qilish. Bu yurak bo'ladi. Ayrish. Yani har bittasining funksiyasi bor, o'ziga xos. Sitoplazmaning ham tarkibiy qismlari bor. Biz buni organellar yoki organoid deymiz. Shular ma'lum bir shu vazifalarni bajaradi. Avvalambor biz sitoplazmani tarkibiga qarab turib ikkiga bo'lib olamiz. Birinchisi doimiy bo'lgan tarkibiy qism va doimiy bo'lmagan tarkibiy qism bor. Hop, doimiy bo'lgan tarkibiy qism o'z nomi bilan hozir aytdim. Nima bu? Organoid yoki organellalar deyiladi. Deyarli ikkalasi bir xil tushuncha desa ham bo'ladi. Bir-biriga yaqin tushunchalar. Doimiy bo'lmagan tarkibiy qism nima bular? Kiritmalar. Hop, doimiy bo'lmagan tarkibiy qismga, ya'ni kiritmalarga kiradigan narsalar yozamiz. Masalan, sekret, trofik, pigment yoki qoldiq moddalar bo'lishi mumkin. Endi bir boshdan misollar yozamiz. Sekret, ya'ni sitoplazmada uchrashi mumkin bo'lgan sekret. Sekret bu gormon degani yoki ferment desa ham bo'ladi. Ularga kirish mumkin. Masalan, insulin. Bu gormon sekret funksiyasini bajarishi mumkin. Trofik. Nima bu? Ozuqa. Masalan, kraxmal. Kraxmal ozuqa. Sitoplazmaga shu biz aytdik o'tgan safar. Hujayra yarim o'tkazuvchanligi bor-ku. Qaysi usul bilan kiradi? Kraxmal kristal holatda bo'lsa, fagotitol orqali hujayraga kiradi. Bu trofik sifatida hujayrada hazm bo'ladigan modda. Pigment. Masalan, melanin. Ayrim hujayralar bizda plastid bo'lmasa ham rangli hisoblanadi. Shu pigmentlar sitoplazma tarkibida uchraydi. Masalan, melanin pigment. Ko'zimizda bo'lishi mumkin. Yoki shunga o'xshagan pigmentlar bor, sochimizda bor. Sochimizning rangi ham pigmentga bog'liq. Bu aynan epiteliy hujayralarimizga bog'liq. O'sha yerdagi pigment bor, xuddi kraskaga o'xshaydi. Sochlarimizni bo'yaydi. Qoldiq. Mochevina bor masalan. Yoki silik kislota. Shunga o'xshagan moddalar. Ular qoldiq o'z nomi bilan ayrish mahsulotlari. Bu sitoplazmadan qisqaruvchi vakuolar orqali chiqib ketadi. Bu qanaqa jarayon deganimiz yarim o'tkazuvchilikda? Ekzositoz. Endositoz bo'lsa ichkariga edi, ekzositoz bo'lsa tashqariga edi. Shu narsa qoldiq moddalarni chiqib ketishiga bog'liq. Demak, mana shu 4 ta narsa, ya'ni sekret, trofik, pigment va qoldiq doimiy bo'lmagan tarkibiy qism. Yoki o'zbekcha aytadigan bo'lsak, kiritma. Tushunarli-a? Bu hujayrada goh paydo bo'ladi, goh yo'qolib qoladi. Shuning uchun bu doimiy bo'lmagan deyapmiz. Bugun bor, ertaga yo'q deganda gapda.
doimiy bo'lgan tarkibiy qism, ya'ni organoid ma'lum bir hujayrada uchraydi, hayoti davomida saqlanib qoladi. Shuning uchun doimiy bo'lgan. Doimiy bo'lgan tarkibiy qism, ya'ni organoidlar avvalambor o'rganayotganimizda ikkiga bo'linadi. Faqatgina ayrim hujayralarda uchraydiganlari bor. Biz buni xususiy organoidlar deymiz. Barcha hujayralarda deyarli barcha hujayralarda, hammasi bo'lmasligi mumkin. Deyarli barcha hujayralarda uchraydiganlari umumiy deymiz. Tushuntirildimi? Demak, organoidlar barcha hujayralarda uchrasa umumiy organoid deyiladi. Ayrim hujayralar uchun xos bo'lsa, xususiy organoidlar deyiladi. Xususiy organoidlarga misol yozaman. Buni ham yozib qo'y. Xususiy organoidlar uchrashiga qarab. Xo'p, bir ikkita hujayralar yozaman-da, ularda nimalar uchrashini ko'ramiz. Neyron nima bu? Nerv hujayrasi. Bunda uchrashi mumkin. Masalan, neyrofibrilla. Nimaligini bilasizlarmi? Neyrofibril? Organoidni bilaman. Nimaligini bilasizlar? Akson, dendrit. Bo'ldi. Bu nima? O'simta. O'sha narsa neyrofibrilla. Boshqacha qilib aytganda, o'simta. Boshqa hujayralarda neyrofibrillalar uchramaydi. Ya'ni akson, dendrit degan narsa yo'q. Nerv sistemasi o'tganmiz. Keyingisi epiteliy hujayrasi. Tonofibrillalarga ega. Tonofibrilla nima? Neyrofibrillaga o'xshagan modda. Bu odatda epiteliy hujayralarni bir-biriga juda ham yaqinlashtirishga yordam beradi. Oldin mebel sexda ishlagan paytimda bir-biriga masalan ana narsalarni bog'lash uchun mix yo samolyot ishlatilmasdi. Biz buni mayda-mayda cho'plar yasalib, chubik deyardik bizda. Tekshirib ikkita tarafda o'sha chubiklarni qilaylab turib qoqib qo'yardik. Masalan, ana xon bor-ku uylaringda. Eski qadim zamondagidan bo'lsa, bitta ham mix topa olmaysiz. Ya'ni oyog'ini yonidagi to'singa bog'lab beradi-da. Mana bu tonofibrillalar epiteliy hujayralar bir-biriga zichroq joylashishini yordam beradigan alohida organoid. Bu bir-biriga hujayralar tortadi. Masalan, oddiy misol. Munira bilan Munira bir-biriga o'zini tortadigan bo'lsa nima bo'ladi? Yaqinlashadi. Mana shu barmoqlari yoki qo'llari o'zini bir-biriga tortadi. Shunda hisobiga nima bo'ladi? Juda ham zich, yaqin masofada joylashishi mumkin. Bekorga ham aytmagan. Epiteliy hujayralar qanaqa joylashgan degan? Zich joylashgan. Silindrsimonmi? Qanaqa edi? Yassi kubsimon degan. Zich joylashgan, juda ham zich joylashgan sababi tonofibrillalar bo'lgan. Endi yana bitta qarindoshi bor bular. Muskul. Bilasizlar? Muskul hujayralarimiz bizning alohida muskul to'qimalarimiz tarkibiy qismi. Uning boshqa hujayralardan farqi nimada? Qisqara olish xususiyatiga ega. Bu maxsus oqsillar bilan iborat bo'ladi. Aktin va miozin oqsillari orqali bo'ladi. Bularga shu aktin va miozin oqsillari qisqarish xususiyatiga ega. Lekin bu qisqarish xususiyatini faqatgina ular bajarmaydi. Bularda alohida organoidlar bor. Biz buni miofibrilla deymiz. Muskul hujayralarimiz qisqarib, bo'shashib, ya'ni zajimga o'xshab bir-biriga kirib chiqishi, garmoshkaga o'xshab yoki. O'sha narsa miofibrillar orqali bo'ladi. Anani ko'rgansizlar, tortmalar biladi. Paladon deydi. Tortsangiz oxirigacha chiqmaydi. Mana yonida ikkita tomonda qotiradigan moslamasi bo'ladi. Ichga kirsangiz, ortig'i bilan kirmaydi. Stopniki bo'ladi old tarafda. Tortasiz, kirgizasiz. Xuddi muskulni ishlashiga o'xshab ketadi o'sha narsa. Shuningdek, o'sha yerda mana tortma bor-ku. Harakatlantiryapti. Olyapsiz, yana kirgizyapsiz.
lekin u alohida ajratib olishga ham qo'ymayapti, bir-biriga to'liq kirishga ham qo'ymayapti. Ya'ni o'rtada muvozanat ham saqlab turibdi. Ikkita hujayrani bir-biriga harakatlanishda, ya'ni qisqa bo'shashishda muvozanat saqlab turibdi. Shu narsa miofibrillalar orqali bajariladi. Tushuntira oldimmi? Hop. Endi o'zimiz biladiganlardan yozay. Masalan, tufelka bor. Nimasi bor edi? Otiluvchi chanachasi ham bor. Harakatlanish organoid bor edi-ku. Nima edi? Kipriklar. Bu organoid. Biz mana kiprigimiz emas, bu hujayralardan tashkil topgan. Bu hujayraning ichidagi joylashgan organoid. Hujayradan kichkina narsa-da. Tasavvur qilyapsiz? Tufelkada shunaqa narsalar bor. Bu harakatlanishga yordam beradi. Shuni yana bitta vakili bor. Tufelka mas'ul xivchiliklardan, masalan, Evglena. yoki Xlomida manada. Bu ikkalasida ham harakatlanish organoidi bor. Nima edi? Xivchin. Bular ham shu hujayrada uchraydigan organoid. Masalan, neyrofibrillaga o'xshamaydi xivchin. Kiprikchalarga o'xshamaydi tufelkadagi. Bu miofibrillar o'rnini bosolmaydi. Bir-biridan hammasi farq qiladi. Neyronda faqat neyrofibrilla, tufelkada faqat kiprikcha bor. Ikkalasining funksiyasi boshqa-boshqa va ikkalasida bular uchramaydi. Masalan, aytdim, bunda kiprikchalar uchramaydi, bunda neyrofibrillalar uchramaydi. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun bu xususiy organoid deyapti. Turing. Alla aytib beryapmanmi? Hop, umumiy organoidlarga keldik. Umumiy organoidlar ham o'rganayotganimizda yana bo'lamizda. Birinchi navbatda membranasi bo'lishiga qarab ikkiga bo'linadi. Birinchi navbatda membranasiz bo'ladiganlari bor. Membranasiz organoidlar. Ikkinchisi bor. Shuni teskarisi demak. Membranali. Mana. Membranasiz organoid bor ekan, membranali organoid bor ekan. Membrana biz bilamiz, hujayrada bo'lardi odatda. Tashqi tomondan himoya qo'lqop sifatida vazifa bajarardi. Bundagi membrana nima vazifa bajaradi degan bo'lsak, asosan sitoplazma tarkibiy qismlaridan ajratib turadi. Tushuntira oldimmi? Sitoplazma tarkibiy qismlaridan ajratib tursa, shu membrananing vazifasi bo'ladi. Ayrimlarda bu narsa uchramaydi. Bularni ko'ramiz hozir. Membranasizdan boshladik. Bularni birinchi vakili. Ertalab darsda o'tdik. Oqsil biosintezda. Nima edi? Ribosomi. Yassi tanachalardan iborat bo'lgan, ya'ni ribosomi nima qilardi? Oqsil biosintezda ishtirok etadi deb aytdik. Ikkita tanachalardan iborat bo'ladi bu. Mana ko'rinish. Bu tanachalarda orasida RNKlar joylashadi va bu oqsil biosintezda ishtirok etadi. Ya'ni translyatsiya jarayoni ribosomalarda bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Demak, buni vazifasini yozib qo'yaman yoniga. Oqsil biosintezi. Mana bu narsa tanacha. Bu ham tanacha. Demak, ikkita tanachadan iborat ekan. Membranasi yo'q ekan. Vazifasi oqsil sintezlashga yordam berar ekan. Bitta o'zi aytganman, qila olmaydi. Bir nechta ribosomalar qo'shilsa, keyin oqsil sintezlanish amalga oshadi. Ko'p ribosomalar yig'indisi poliribosomalar deyiladi. Poli degani ko'p, ribosomi ribosoma degani. Tushunarli-a? Keyingisi sitoskelet.
Xo'p, buni tushuntirish uchun tasavvur qiling, mana bu hujayra deb olaylik. Manasi uni yadrosi bo'lsin. Tasavvur qilyapsiz? Sitoskelet xuddi mana uyi hujayra deydigan bo'lsam, uni fundamenti burchaklarda joylashgan to'sillarga o'xshaydi. Vazifasi nima bo'ladi? Tayanch. Mana. Sitoskelet. Mana. Sitoskelet mikro naychalari. Sitoskeletda mikro naycha degan narsa tushuncha bor. Mikro naycha o'zimiz oddiy naychamiz bo'lsa, shuni ancha kichraytirilgan varianti. U yadrodan to hujayraning membranasigacha bo'lgan tortilgan uzun trosga o'xshaydi. Membranada mana bu sitoplazmada joylashgan organoidlarni siqib qo'ymaslik uchun tashqariga itarib turadi. Buni vazifasi demak, sitoskelet mikronaychalar birinchi navbatda tayanch, keyin himoya vazifasini ham bajaradi. Yana bir vazifasi sitoskeletlarni hujayrada joylashuviga qarab turib hujayra shakli aniqlanadi. Tushuntirdimi? Masalan, mana xona bilan narixoni kattaligi, shakli bir xil? Yo'q. Bu xona kattaroq bo'lsa, narixoni sal kichkinaroq bo'lishi mumkin yoki aksincha bo'lishi mumkin. Ya'ni har bitta mikronaychaning uzun yoki katta bo'lishi hujayraning shaklini belgilab beradi. Demak, hujayra shaklini belgilaydi kim ekan? Hujayra shaklini belgilab beradi. Demak, sitoskelet vazifasi shu. Boshqa asosiy vazifalari yo'q. Sitoskelet odatda faqatgina hujayrani qo'shimcha qobig'i glikokalix bo'lgan organizmlar uchraydi. O'tgan safar membrana o'tganimda aytganman kimga. Hayvonlarda. Demak, bu kim uchun xos ekan? Hayvon hujayralari uchun xos. Umumiy organoid bo'lsa ham faqat hayvon hujayralarida uchraydi. Lekin bilasiz, hayvonlari rosa turlari ko'p. Oddiy misol, yer yuzida yangi kitob bo'yicha 2,5 million hayvon bor. Tasavvur qilasizmi? 2,5 million. Yoki 2 million olsa ham, masalan, bir hujayralikdan tortib to ko'p hujayralikgacha hammasini oladigan bo'lsak, shularning barchasi sitoskeletlardan iborat bo'ladi. Bizda har bitta hujayramizda bor bu narsa. Har bitta hujayramiz shakli ham har xil. Oddiy misol, nerv hujayralarimiz shaklini qarang-ku, ertretsis hujayralarimiz shaklini qarang. O'xshaydimi bir-biriga? Yo'q. Yoki o'sha ertretsis hujayralarni oladigan bo'lsam, shakli qanaqa? Ikki tomoni botib, tangaga o'xshaydi, ovalsimon. Nimaga bunaqa shakllar deydigan bo'lsa, sitoskelet shunaqa vazifa, uni shaklga bo'lishiga sababchi bo'lgan. Qaysi tarafdagi mikronaychalar uzun, qaysi tarafdagi kalta bo'lib qolgan, shuning uchun shakli o'zgarib qolgan. Tushunarli-a? Nervda boshqacha, yulduzsimon bo'lgan. Tushuntirdimmi? Demak, faqat hayvon hujayralarida bo'lar ekan va bu hujayraga shakl, tayanch va himoya berar ekan. Savollar yo'qmi? Tushundinglar-a? Yaxshi. Tushunmadim. Ha, deyman. Ko'rmayaptim. Hop, nima qoldi? Hujayra markazi. 99% odamlar shu hujayra markazi nimaligini, ki mitoz meyozda qanaqa ahamiyatga egaligini doim esdan chiqarib qo'yadi. Juda ko'p holatda esdan chiqaradi. Hujayra markazi nima bu? Hujayra markazi
Bu xuddi hujayraning ichida joylashgan mana sitoskeletga o'xshab ketadi. Mikronaychalardan va ulardagi tripletlardan iborat bo'lgan trosga o'xshaydi. Bu tros lekin hujayradagi mana bu sitoplazmada shaklini, membranani botib kirishi yoki ichkariga kirishi yoki tashqariga chiqishini belgilamaydi. Bu hujayraning ichidagi irsiy materialni hujayra bo'linayotganda ikkiga ajratib beradi. Boshqacha qilib aytganda, pichoq vazifasini bajaradi. Hujayra ikkiga bo'linyapti. Ikkiga bo'linishi hujayra markazi bilan bog'liq. Endi buni shaklini ko'ramiz. Mana qarang, uzun-uzun yoki kalta uzun har uzunlikdagi mikronaychalardan iborat ekan. Buni ko'rinishini qarang, yaxshi. Mana. Mana bu bitta chizig'i, mana bu ham bitta chiziq. Necha chizdim? Ha. Har birining nomi sentriola deyiladi. Mana ham sentriola. Bizga soni muhim. Hozir bitta hujayra markazi uchun chizib beraman. Bitta hujayra markazida uchraydi demak, sentriola. Ikkita. Tushunarli-a? Endi har bitta sentriolaning ichiga kiraman. Masalan, mana bu sentriolaning ichiga kirdim. Nechta chiziq chizdim? 9 ta. Bu narsa nima deydigan bo'lsam, men yozib qo'yaman. Bog'lam ba'zan triplet deyiladi. Bu oqsil biosintezdagi triplet emas, nomi shunaqa deb aytiladi. Triplet yoki bog'lam. Bu sentriolalarda har birida 9 tadan uchraydi. Demak, bitta sentriolada 9 ta. Ikkitasi qancha bo'ladi? Demak, bog'lamlar soni jami ikkitasida 18 ta bo'lar ekan. Tushunarli-a? Endi bular odat daraxtga o'xshab shoxlanib ketadi. Endi mana shu har bitta triplet shoxlanayotganda 3 ga bo'linadi. Triplet deyapmiz shuning uchun. Mana. Har bittasida shoxini nechta chizyapti? 3 ta. Har bittasida 3 dan chizayotgan bo'lsam, bitta sentriolada nechta bog'lam bor edi? Matematika ishlaydi? 9 ta. Har birida 3 tadan shox bor. 27 ta. Shu shoxlari nomi mana yerga yozib qo'yaman. Mikronaycha deyiladi. Bu hujayra markazidagi mikronaycha, mana narsa esa sitoskeletdagi mikronaycha. Bu tayanch, u xromosomalar tutadi. Uddani kabboy bo'ladi-ku, bilasizlar? Otadi, tortadi. Shunga o'xshaydi. Shu sirtmoqga o'xshaydi. Xromosomalar ikkiga bo'layotganda kerak bo'ladigan asosiy bitta hujayra markazining tarkibiy qismi. Bitta sentriolada demak 3 tadan bo'lsa, jami 9 kare 3 27 ta bo'lar ekan. Endi bizda sentriola nechta? Demak, umumiy mikronaychalar qancha bo'lar ekan? Nechta? 54 ta. Mana shuni har bittasini soni, nisbati savolda tushadi. Sog'lom yoki normal hujayrada odatda doim bitta hujayra markazi bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, bitta odamda bitta kalla bo'ladi. Ikkita emas-a? Bittasini sepezga solib kelmagansiz? Yo'q-a? Oddiy misol uchunda, ya'ni bitta hujayra markazi bitta hujayrada bo'ladi. Qachonlardir ikkita bo'lib qoladi, hujayra bo'linayotgan paytda. Hujayra 2 ga bo'linadi, o'sha paytda hujayra markazi ham 2 marta oshadi.
bitta hujayra markazida ikkita sentrioli, 18 ta bog'lan, 54 ta mikronaycha bo'lsa, hujayra bo'linayotgan paytda deb so'rasa, ketdi. Ikkita hujayra markazida 4 ta sentrioli, 36 ta bog'lan, 108 ta mikronaycha deydi. Tushunarli? Xuddi shuna holatda hisoblaysiz. Faqat no tomoni bor. Bu hujayra markazi ham, umumiy organoid bo'lsa ham, ayrim organizmlarda uchraydi xolos. 5 ta dunyo bo'lsa, fauna, flora, bakteriya, zamburug'lar va viruslar alohida dunyosi bor. Shulardan faqatgina xuddi mana sitoskopga o'xshab hujayralardan faqat hayvonlarga uchraydi. Faqat hayvon hujayralari uchun xos. Bu ham mana o'simliklarda masalan mabodo aytib qolsa bo'lmaydi. Rosa ko'p aldash uchun beradi-da. Beda o'simligini epidermis hujayrasi bo'linayotgan paytda mitozning anafaza bosqichida mikronaychalar soni nechta deydi. Ketdi u yoqda 27 ta, 54 ta, 108 ta deydi-da, oxirida 0 qo'yib qo'yadi. Buni o'ylab ko'rish kerak avval, hisob-kitob qilishdan oldin. Beda nima? Qushmi bu? O'simlik. Demak, o'simlik bo'ladigan bo'lsa, aytdim. Bu faqat hayvon hujayralari uchun xos. Demak, o'simlik hujayralarini sekin chiqarib qo'yaveramiz. Tushunarli-ya? Ularda mikronaychami, bog'lanmi, sentriolami bo'lmaydi. Chunki hujayra markazining o'zi yo'q. Tushuntira oldimmi? Ularda maxsus fermentlar bo'ladi. Kitobni o'qigan bo'lsangiz, shu narsani aytib ketgan. Hujayra markazining vazifasini bajarish uchun uni o'rnida nima bo'lar ekan? Maxsus fermentlar. Shu fermentlar rahmatullohni uxlatib qo'yadi. To'g'ri. Saharadagi uxladingmi? Yaxshi. Demak, kechqurun uxlash kerak edi. Ertaroq yotish kerak edi. Hujayra markazi, tushunarlimi? Savollar yo'qmi? Yaxshi. Membrana organoidlar demak 3 ta bo'ldi bizda. Ribosomlar, sitoskelet, hujayra markazi. To'rtburchakka olib qo'ying. Adashtirib qo'ymaslik uchun. Umumiy organoidlar hammasini qizilda yozaman. Xo'p. Membrana organoidlar tugadi. Endi membranaliga o'tamiz. Bular ham tabaqalashib ketadi. Qo'sh membrana. Membranasi bir qavat, membranasi 2 qavat. Shunaqa. Membranasi bir qavat bo'lishi mumkin, membranasi 2 qavat bo'lishi mumkin. Membranasi 2 qavatlilar va 1 qavatlilarni yozaman. 2 qavatlilar va 1 qavatlilar. Boshladik. 2 qavat membranali bir qavat membranali. Yaxshi. Qaysi biridan boshlaylik? Tartib bilan ketaveraylik-da. 2 qavat membranalar cha ko'p emas-da. Eng qizig'ini bittasini bilasizlar. O'simliklarda o'tganmiz. Plastida. Buni 3 ta turi bor-da. Nomlarni yozib ketaman xolos. Demak, plastida. Chloroplast, chromoplast, leukoplast. Yaxshi. Ranglarni bilasizlar. Chloroplast oq bo'lsa, chromoplast darg'aldo'g'an bo'ladi, farqi yo'q. Rangli bo'ladi.
Bularni demak ikki qavat yoki qo'sh membranali organoid deyotganmiz. Membranalar ikki qavat bo'lsa, mana tashqi qavati bor. Mana xloroplast chizadigan bo'lsam, uyda qozon bor-a? Sal shakl shunga o'xshab ketadi. Mana membranasi ikki qavat bo'ladi. Mana bu ikkita qavat membrana orasida yadroda uchraydigan ayrim materiallar uchraydi. Yadroda nimalar uchrardi? Irsiy axborot. Bu nima? Nuklein kislota. Demak, membranalar aro bo'shlig'ida joylashadi. DNK, RNK va ribosom ham uchraydi. Eslab qoling. Membranalar aro bo'shlig'i. Demak, plastidalarni xloroplast bo'ladimi, xromoplast bo'ladimi, leykoplast bo'ladimi, hammasini ichida nima bo'lar ekan? DNK, RNK va ribosomi bo'ladi. Buni alohida xususiyati bor. Ya'ni DNK, RNK, ribosomi bo'lsa, boshqa organoidlardan ajralib turadigan xususiyati bor. Bu bo'linib ko'payish xususiyati. O'zi organoid bo'lishiga qaramasdan bo'linib ko'paya oladi. Xuddi hujayraga o'xshab. Bo'linib ko'payishi bakteriyalarga o'xshaydi. Bakteriya nima bo'lardi? Shunday keladi-da, ikkiga bo'linadi. Tamom. Amitoz usulida bo'linganda bo'linadi. Shunday ikkiga ajralib ketadi. Bularniki xuddi bakteriyalarning bo'linishiga o'xshab, ikkiga ajralib ketaveradi. Tushuntir oldimmi? Demak, plastida xloroplast, xromoplast, leykoplast ikki qavat membranali ekan, orasida DNK, RNK, ribosom bor ekan. Asosiy kerak bo'ladigan joyi bizga shu. Yana ko'ramiz. Xo'p. Mana bular uchun xususiyat, plastidalar hammasi uchun xususiyat. Kimlarda uchraydi? O'simlik hujayralariga xos. Ya'ni bu universal emas, to'liq universal emas. Masalan, mana bunda ribosomaga hech narsa yozganim yo'q. Chunki bu universal. Tagiga yozib qo'ysam universal bo'lmaydi. Sitoskeletga yozdim. Faqat hayvonda. Hujayra markazi. Faqat hayvonda. Bu ham plastida ham endi faqat o'simlikda. Testda so'rab qoladi-da, faqat hayvon hujayralari uchun xos organoidlar, faqat o'simlik hujayralari uchun xos organoidlar. Hayvon hujayralari uchun ikkita bo'ldi. Qaysilar ekan demak? Sitoskelet, hujayra markazi. Plastida endi o'simliklar uchun xos bo'ldi. Tushuntira oldimmi? Tugadi. Ikkinchi organoid qo'sh membranalilarga mitoxondriya. To'g'ri. Ipga o'xshaydi. Mana shu narsa mitoxondriya. Bu ham qo'sh membranali deyapman. Ko'kda chizganim ichkisi, qorada chizganim tashqisi. Yaxshilab e'tibor beringlar, ikki xil chizdim. Tashqarisi silliq. Ichkisi burmali, donador deb bo'lmaydi-da. Bo'rtmachalik yoki o'simtalar chiqqanga o'xshaydi. Shu ikkalasi, ya'ni silliq va burmali qismlarini orasida, mana bu ichida nimalar bo'ladi? Xuddi mana bu plastidalarga o'xshagan bo'ladi. Nima bordi bunda? DNK, RNK va ribosomi bo'ladi. Tushunarli-a? DNK va RNK ribosomiga ega bo'lganlar qo'sh membranali organoidlarga to'g'ri kelar ekan va bular nima bo'lar ekan? Mustaqil bo'linib ko'payar ekan. Sabab shu 3 ta modda, ya'ni 3 ta tarkibiy qism bo'lgandagina bu xususiyat bo'ladi. Shuning uchun mana bu plastida bilan mitoxondriya uchun umumiy
ta'rif bor. Mitoxondriya va plastida men aytib yozib qo'yaman. Yarim avtonom organoidlar. Yarim avtonom. Nimaga avtonom deya olmayman? Nimaga yarim avtonom? O'zini to'liq boshqarmaydi-da, idora qilmaydi. To'g'ri. Agar avtonom bo'lganda bu organoid bo'lmas. Xuddi virusga o'xshab qoladi. Virus nima edi? Avtonom genetik tuzilma deyardik. Chunki u mustaqil organizm sifatida yashaydi, faqatgina hujayra ichida. Hujayradan, ya'ni hujayraga bo'ysunmaydi, hujayradagi ichida parazitlik qilishi mumkin. Mana bular hujayra ichida yashaydi va hujayraga bo'ysunadi. Lekin bo'linib ko'paya oladi. Sabab DNK, RNK va ribosomalari bor. Shuning uchun yarim avtonom organoid. Tushuntira oldimmi? Hujayraning kelib chiqishi degan oxirida ma'lumotlar bor yadrodan keyin. Hujayralar qaydan paydo bo'lgan, ayniqsa eukariot hujayralar qaydan kelgan? Mana shu narsa mitoxondriya va plastidlar uchun zo'r fikr bor. Dastlab hujayralar paydo bo'lishida, ya'ni eukariot hujayralarga nisbatan bir nechta prokariot hujayralar birgalikda simbioz yashagan. Shuni hisobiga biri ikkinchisiga xo'jayin bo'lib, ikkinchisi xuddi mana unga o'xshagan yarim avtonom organoidlarga aylangan. Misol uchun shu plastida va mitoxondriya. Bundan tashqari hujayra markazi ham to'g'ri keladi. Xuddi shunday xususiyat bor. Ya'ni bo'linib ko'payadi. Tushuntira oldimmi? Bular yarim avtonom organoid. Sabab qadimda endi bu baribir aniq isbotlangan emasda, teorema emasda, bu gipoteza xolos. Shunchaki taxmin qilib qo'yishyapti. Ikkita bakteriya birlashgan, bittasi mustaqil yashash boshlagan, ikkinchisi unga tobe bo'lib qolgan. Tobesi organoidga aylanib qolgan degan. Tushunarli-ya? Shuni hisobiga bu bitta gipoteza sifatida olib ketasiz. Lekin bu teorema emas. Teorema bo'lsa, isbot talab qilmaydigan nima bo'ladi? Fakt boshqacha qilib aytganda. Masalan, biz har doim ko'ramiz, Quyosh sharqdan chiqadi. Janubdan chiqmaydi. Teorema sifatida olsangiz bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Mana bu gipoteza. Savollar yo'qmi? Ikki qavat membranalilar bo'yicha? Tushunarli-ya? Bir qavatlilar ko'ramiz. Ha. Hech qayerga o'zgarma yo'q hech narsa. Mitoxondriya har qanday hujayrada uchraydi. Bu xuddi mashina anosiga o'xshaydi, akkumulyatorga o'xshaydi. Akkumulyator bo'lmasa nima bo'ladi? Benzin quyasizmi? Metan zapravka qilasizmi? Propan qilasizmi? Qizig'i yo'q. Ya'ni energiya manbai shuda, asosiy energiyani shu ishlab chiqaradi. Bu yerda hujayraga kirgan og'zi moddalar parchalanib ketadi. Kerakli joylarga tarqatiladi. Ortiqchasi to'plab qo'yiladi. Shu. Endi bir qavat membranalilarni ko'ramiz. Bular qaysilar? Birinchisi endoplazmatik tur. Eng odamni qiynaydigani shu. Chunki mana shu yerda ertaga so'rasam 80%ingiz adashasiz. Ikki qavat membranali organoidlar desam, sirali plastida, mitoxondriya, endoplazmatik tur deb qo'yadi. To'g'ri shunaqa bilmayman, bu qanaqadir irsiy kasallik bo'lib ketganmi odamlarda. Endoplazmatik tur ikki qavat membranali deb qo'yishadi. Bu bir qavat membranali aslida. Nimaga buni ikki qavat membranali deyishadi deydigan bo'lsam, ko'pchilik adashib qoladi. Ikki xil turi bor deganda. Qaysilar? Silliq turi bor va donador turi bor. Silliq va donador endoplazmatik tur. O'zi bu nimaga o'xshaydigan bo'lsam, mana shu shaharni endi tasavvur qiling, hujayra. Mana shu shahardagi masalan Norinmi, Chusmi, Qopmi, Uychimi, qaysi tuman bo'lishidan qat'iy nazar. Bir-birini nima bog'laydi? Yo'l bog'laydi. Shu yo'l bir shahardan ikkinchi shaharga ketishga yordam beradi. Masalan, Chusga biror narsa kerak bo'lib qoldimi, sirazi Namangandan, Zoykandan olib kelishadi. Yoki boshqa biror narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zingizlar oddiy misol, haydandingiz. Namangan tumanida sheyga kelishingiz uchun
qanot uchib kela olmaysiz. Mashina orqali yo'lda kelasiz, to'g'rimi? Ya'ni bir-birini bog'lab beradi. Bu ham xuddi shu yo'lga o'xshaydi. Hujayradagi barcha organoidlarni to'riga o'xshab turib, o'zbekcha to'riga o'xshab turib bog'lab tashlaydi. O'tda katta to'r kapillyarga o'xshab ketadi. Juda ham mayda, juda ham ko'p bo'ladi. Hujayraning salgan 50% degan. Tasavvur qiling, hujayraning yarmi endoplazmatik to'rdan iborat. Yo'l hamma yoq. Shu yo'l, ya'ni endoplazmatik to'r kanalchalari, ya'ni yo'llari yoki naychalari deymiz. Silliq va donadorga bo'linar ekan. Silliq nimaga, donador nimaga? Donador deyilishining sababi membranasining sirtida ribosomalar bor. Shuni hisobiga u yerda ribosoma bo'lsa nima bo'lardi? Oqsil sintezlanardi. Bu yerda oqsil sintezlanish xususiyati bor. Chunki u yerda ribosomalar olib kelib olgan. Membranaga botib kirgan. Membranaga botib kirish natijasida bo'rtmachalar paydo bo'lgan. Shuning uchun biz nima deymiz? Donador endoplazmatik to'r. Demak, bu ribosomaga ega va bu oqsil sintezlaydi. Endi silliqqa gapirib o'tirishim shart emas. Ribosoma yo'q ekan demak. Shuning uchun sip-silliq, tekis. Bunda nimalar bor? Ya'ni nimalar tashiladi yoki sintezlanadi? Uglevodlar yoki yog'lar. Yo'li vazifasi bog'lash, moddalar tashish va sintezlash. Tushuntirdimmi? Yo'lma-yo'l kelsangiz, mashinalar taksistlar qilib ketadi. Yo'lda qayerlarda ko'rsangiz, yo'l bo'ylarida zavodlar yoki sexlar bo'ladi. Bu yerda ozmodalar olib kelib turib, sintezlab tashib yuboradi. Xuddi shunga o'xshab, silliq endoplazmatik to'rda uglevod va yog'lar tashiladi va sintezlanishi ham mumkin. Donadorda oqsil biosintez bo'ladi va ular tashillashi mumkin. Tushuntirdimmi? Oqsil biosinteziga javobgar bo'lgan ikkita organoid ko'rdik demak hozirgacha. Qaysilar? Ha. Donador endoplazmatik to'r aynan va ribosoma. Nimaga donador deydigan bo'lsak, chunki unda ribosomasi bor. Sabab shu xolos. Tushuntirdimmi? Yana sizlarga bitta zo'r savolda. Yana qaysi organoidlar oqsil sintezlashi mumkin? Yana aytish. Mitoxondriya ham. Mitoxondriya ham. Ribosoma bo'lsa bu tamom. Bular oqsil nima vazifa bajaradigan bo'lsak, bular masalan leykoplastlarda yog'lar, oqsillar sintezlanadi deb aytib ketgan. Oziq modda sifatida, zaxira sifatida to'playdi oqsilni. Mana bulardagi ribosoma orqali sintezlangan ferment mitoxondriyaga tushgan oziq moddani parchalab tashlaydi. Gidrolitik ferment hisoblanadi. Tushuntirdimmi? Shu narsa mitoxondriyada oqsil sintezlanishi mumkin, plasidada bo'lishi mumkin, endoplazmatik to'rda donadorda bo'lishi mumkin va o'zimiz bilgan ribosomada bo'lishi mumkin. Tushuntirdimmi? Endoplazmatik to'r ham har qanday hujayrada uchrayveradi. Qizig'i yo'q. Qushmi, odammi, hayvonmi bo'laveradi. Tushuntirdimmi? Tushunyapsizlarmi? Ketdik. Hop. Nima ko'ramiz? Bo'pti, vakuolani ko'ramiz. Vakuola. Buni 5-sinfda ham, 6-sinfda ham gaplashganmiz, 7da ham, 8da ham gaplashganmiz. Hammasi vakuola degan mavzusi bor. Qisqagina. Shularni ko'ramiz. Bu hayvonlarda va o'simliklarda uchraydi, bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun ajratib qo'yaman. O'simliklar uchun, hayvonlar uchun. Xo'p. O'simliklarda uchraydigan vakuola hujayra shirasini saqlaydi. Hayvonlarda uchraydigan ikki xil. Hazm qiladi. O'z nomi bilan hazm vakuolasi. Ayirish vazifasini bajaradi. Qisqaruvchi
vakuola. Demak, qisqaruvchi vakuola ayirish, buni o'tdik. Ekzositoz deb aytib ketdik. Hazm vakuolasi esa hazm qilish. Hujayraga tushgan ozon moddalar hazm vakuolasi orqali qabul qilinadi. Bu yerda fermentlar parchalaydi, qolganini mitoxondriyaga qo'yib beradi. Tushuntirdimmi? Savollar yo'qmi? Yaxshi. Yana zo'r ikkitasi qoldi. Rus tilida ko'p aytardi oldin. Golgi deb nomi qolib ketgan. Oldin boshqacha aytilardi. Hozir ham Golgi deb aytib ketgan. Golgi majmuasi yoki ba'zida apparati deb qo'yadi. Chunki rus tilida apparat Golgi deydi buni. Ana shundan qolib ketgan ma'nosi. Golgi majmuasi va yoki apparati. Bu nima? Bu sal endoplazmatik to'rga o'xshab ketadi. Farqi hujayraning sitoplazmasi tarqoq joylashmaydi. Butun sitoplazmani egallab olmaydi. Faqatgina yadroni atrofida bo'ladi. Mana atrofida joylashadi. Buni tuban organizmlarda o'roqsima shakli bor, bo'lmasa har xil tanachalardan iborat bo'ladi. Bu tanachalar yadron atrofini bir-biriga zichlashtirib, bitta tarafdan himoya qobig'ini vazifasini bajaradi. Ikkinchi tarafdan Golgi majmuasida ozon moddalarni aslida mitoxondriyadan keladi-da. Bu ozon moddalar yoki endoplazmadan keladi-da, keragi parchalab o'rnaladi. Yana bir boshqa keragi o'zgartirib turib, hujayraning qaysi qismiga yuboriladi. Masalan, hujayraga insulin kerak. Oddiy misol. Endoplazmatik to'rda sintezlangan, mana donadorda sintezlangan aminokislotalar ketma-ketligini oladi-da, Golgi apparati yog'ini sal-sal ishlab beradi, upakovka qiladi-da, mana insulin deb beraveradi. Tushuntirdimmi? Xuddi sotuvchiga o'xshaydi-da. Hamma narsa qilib beradi bu. Moddalarni o'zgartiradi, to'playdi, taqsimlaydi, sintezlaydi. Tushuntirdimmi? Sintezlaydi degan narsa sal noto'g'ri tushuncha-yu. Ozon moddalar kelganini o'zgartirib turib, yangitdan ishlaydi-da, qayta ishlaydi. Tushuntirdimmi? Qayta ishlaydi. Shuning uchun Golgi apparatining alohida xususiyati bor. Xo'p, endi demak yozib qo'ying. Moddalarni to'plash, taqsimlash, o'zgartirish deb qo'yaman. Eng yaxshi ta'rif shu. O'zgartirish. Tushuntirdimmi? Ha? Ya'ni uyg'un kelyaptimi? Bitta yo'li bor. Derazni ochasan. Birpas kallang chiqarib turasan. Bo'ldi. Endi chiqarasan. Ha, a'lobiga qasdi bo'lsa ham tashlab yubormasin. Hushyor bo'l. Uxlab qolmagan, ya'ni o'xshab qoladi. Ha, endi ochib qo'yinglar. Ikkita deraza bilan sal havo kiradi. Bu yo'q endi sekin kun isyapti-da. Majbur. Qishda qaltir-qaltir qilib o'tirasizlar, yozda turasizlar. Hozir konditsioner yoqay desam bo'lmaydi. Ha? Achib kerakmaydi. Xo'p, savollar yo'q mana bo'yicha. Golgi vazifasi xuddi sotuvchiga o'xshab turib, nima bo'lsa topib beradi, sintezlab beradi, o'zgartirib beradi. Tushuntirdimmi? Yaxshi. Endi hujayrani oxirginchisi. Bosh qo'mondoni haqida gaplashamiz. Lizosoma. Lizis degani ertaman degani bo'lsa, soma esa tanacha. Nimaga bosh qo'mondoni degan bo'lsam, bu hujayraning ichki tartibi yoki immunitetini saqlaydi. Biz aytdik, ekzositoz bo'ladi dedik, endositoz bo'ladi dedik. Bu ekzositoz va endositozda har xil notanish moddalar kirib qoladi. Adashib virus ham kirib qoladi. Hujayraning kirishini aytdik. Tanib olib kirib qoladi. Nima uchun virus vakuola orqali tarqaladi deydigan bo'lsak, agar sitoplazmaga o'zi chiqib qolsa, tamomda tutiladi. Mana ko'chadan ushlab ketsa, masalan, misol uchun, bu yerda lizosomni ushlab ketadi. Eris tashlaydi.
yo'q qiladi bular. Tushuntira oldimmi? Lizosoma demak nima ekan? Hujayrani ichki askarchalari, boshqacha qilib aytadigan bo'lsa. Bu hujayradagi keraksiz yod moddalarni parchalab tashlaydi. Masalan, biz leykotitlarda antitelo bor, antitoksin bor deganimizda, bu nima? Ferment. Shu qaydan ishlab chiqariladigan fikr hech kelganmisizlarmi? Mana lizosomada antitelo mikroblar, viruslarni eritib olsa, antitoksin shularni zaharlarini yoki kimyoviy preparatlarni yo'q qilib tashlaydi. Va bu immunitetni nima qiladi? Ta'minlaydi. Va buni tarkibida aytgan 40 ga yaqin gidrolitik ferment bor. Va bu gidrolitik fermentlarning vazifasi hujayra immunitetini saqlash. Ana. Hujayrani ichki immunitetini saqlab turar ekan. Shuning uchun hujayraga biror narsa kirib qolsa, qo'rqmasdan nima qiladi? Mana lizosomatik fermentlar yo'q qilib tashlayveradi. Kecha yo undan avval kuni sizlarga bir ikkita fermentni yozib qo'ydim. DNKni yopishqoq ushli qilib kesib qo'yadi yoki to'm-to'g'ishli qilib kesib qo'yadi. Nimalar yozdirdim? BAMH1, ECOR1, BAMH1, E. coli u bakteriya-ku. HPA bilan bor edi. HPA3, H2 bor, H1 bor. Ular hammasi restriktaza fermentlar deyamiz. Bu aynan lizosomalardan ajratib olinadigan ferment. Bu nima vazifa bajaradigan bo'lsak, DNKga tushgan asli bular DNK deb qo'yamiz. Hujayraga tushgan yod DNKlar eritib yuboradi asli buni vazifasi. Biz buni bioinjeneriyada o'zimiz uchun ishlatamiz. Nimaga degan bo'lsa, bioinjeneriyada kerakli bo'lgan DNKni olib, ahamiyatli DNKsini kesib olib, boshqa DNKga joylab qo'yish, ya'ni rekombinat qilish uchun. Shu narsa lizosomalardan ajratib olingan restriktaza fermentlari aslida. Tushunib oldimmi? Bir-biriga hammasi bog'liq. Menimcha qolmadi. Yo qoldim. Qolmadi shekilli-ya. 9 ta chiqish kerak. 9 ta chiqmagan bo'lsa, olib ketgan nimani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. To'g'ri ekan. Yana nukleotidlar deyapman, organoidlar bor. Lekin bular hozirgi aytayotganlarimni uchramaydi. Eukariotlarda faqat prokariotlarda uchraydi. Ribosomada qarindoshi bor masalan. Peroksisoma deymiz. Bu faqatgina prokariotlarda uchraydi. Ribosomaga o'xshash organoid. Ribosoma vazifa bajaradi. Bu ham shunga yordam beradigan bitta organoid. Faqat prokariotlarda uchraydi. Yoki aerosoma deymiz. Xuddi vakuolaga o'xshagan organoid. Bu prokariotlarda oziq moddalar saqlaydi. Keyinchalik bu eukariot bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Vakuola deb atalayapti. Tushuntirdimmi? Har bittasini o'ziga xos xususiyatiga qarab turib o'rganiladi.